Suyumlu sabahdaşlar tutulma. Bugünkü dersimizde biz şu kılmışsızlık doğrusunda toxtalımız. Hem de kesbi psixologiya öğrensanlımı, psikologiyada kesbi psixologiya öğrensanlımı. Tunji öğrendiğin şu mazipanla ya ki tunji bab, şu Xingwei, Juyi ya ki mesela o Latince behaviorism ya ki bunu Uyghur desek kılmışızım. Yani kılmıştan şekillenişi, Xingwei'nin şekillenişi, adamların hareketinin şekillenişi ne tədqiq qiladigan bir bab hesaplandı. Şu an bunu endi men çoxum sizlarni bilishinglar kerak deb buni so'zladim. Ammo qilmishsimlikning o'zini 30 kun so'zlaguli bo'ladi. Ammo biz bu yerda bek cho'nqurlab so'zlashdan emas, mush to'g'risida ma'lum tushuncha berishni va bizning shu turmushimizda ta'minoti bevosita qilmishsimlik bilan munosabatlik shu turni so'zlash orqali men sizlarga qilmishsimlik to'g'risida bir tushuncha berishni to'g'ri ko'rdim. Endi biz shundoq bir narsani bilishimiz kerakki, odamning har qanday bir harakatiga saboqdoshlar hissiyot qo'mondonlik qildi, unutib qolmanglar. Har qanday bir qiliq, masalan xarakter deymiz, odamlarning xarakter degan amlat qiliq shu, qiliq. Bu qiliqlarga shu odamni chirmib olgan ma'lum bir hissiyot qo'mondonlik qildi. Biz buni oddiy fuqaroviy gapimiz bilan mijozmi shunda deb qo'yamiz. Uning mijozi zodi qanday bu yerdagi mijoz degani amaliyotda ma'lum bir ashning vujudini ro'ydan chirmib olgan ma'lum bir kayfiyat bo'ladi. Ya'ni odam 5 xil kayfiyat ichida mush 5 xil kayfiyatning iskenchisida yashab qoldi. Ko'pincha odam. Bas 6 hamda amaliqi 6 asli, ammo 6-chi nima demaymiz deganda, chunki 6-chisi orqali yashaydigan odam intayin oz bo'ldi. Endi u bizning nishonimiz. Qaysi 5 desa, birinchisi nomus. Odamni ba'zidan nomus chirmib olgan bo'ladi, ba'zidan qo'rqish, ba'zidan mamu deymiz hamdalaqa. So'g'oq. Hech qanday hissiyotsiz holda, endi 3-chisi istek, ma'lum bir narsa intilish, istek chirmib oladi. 4-chi takabburlik, 5-chisi muhabbat, 6-chisi muhabbat. Endi muhabbat har butun harakatlarga muhabbat qo'mondonlik qiladigan odam intayin oz bo'ladi. Bu albatta bizning maqsadimiz, ammo o holatda bo'lmag'achqa, odamlarning harakatlariga qo'mondonlik qilmag'achqa biz ham hozir uni demadik. Shunga nurg'un qilmishimni tadqiq qilgan vaqtda yili men avatimi, yili tajribalar. Shu tajribalardimi asosliq shu xil hissiyotlarni tadqiq qilgan. Shunga bir odamning harakati orqali biz uning vujudini qaysi xil hissiyot chirmib olganini bila olamiz. Ham buni ham hozir so'zlamayman buni. Bu hamda sal gavji darslar. Bu bizning ham o'rgangili 4-5 ay bo'lgan o'quvchilarim bor hamda. O soni oz 200 tanlamda. Onu tarbiyalayotgandan u gavji sinfga mos keldimi? 5 xil kayfiyatni tushuntirish. Endi uni oldini so'zlamay turib, tokkada sizlarga men bu egoni so'zlamay turib, men tokkada uni so'zlasam, baribir siz tushunmaysizlar. Shunga bugungi qilmishsimlikda biz oddiylashtirib hamda odam xil hamda hissiyotlar 5 xil bo'lgan bilan uni turgi bo'lsak, 2 yig'inchoqlar olaymiz shu qo'polroq qilsak. Birisi boshqalardan ustun turishni orzu qilish, yana birisi nima esa boshqalardan tuvan bo'lib qilishni xohlamaslikdan iborat 2 tuyg'u. Ya'ni nurg'a odamlarning qilayotgan gap so'zlari harakati bir bo'lsa boshqalardan ustun turish uchun bo'ladi, yana bir bo'lsa boshqalardan tuvan turmaslik uchun bo'ladi. Ya'ni birisi zibaydan qochish, yana birisi yo'yuga izlash. Yo'yuga izlash degan boshqalardan ustunlik izlash, o zibaydan qochish degan
boshqalardan tuvandek his qilmaslik uchun tirishadi. Mana shu ikki narsa uchun tirishadi. Endi buni nima so'zlaymiz? Unda bo'lsa buni tajribaga diqqat qilamiz. Mana bu Ivan Pavlovning mashhur tajribasi bu. Ivan Pavlovning ishtimi deb qo'yamiz ham buni. Ma'noda hamda birinchi rasm ishtning rasmi hamda bu. Buni klassik shartlash deb atildi bu tajribaning ismi. Ya'ni Ivan Pavlov degan ismni yoddan tutib qo'yingizmi? Men intamaganda shuni chiqarmayman ismini. Go'shtni ko'rganda sho'lgi oqqanda buning. Endi bu tajriba qanday bo'lgansa bu bir tasadduqiylik bo'lgan. Ya'ni Ivan Pavlovning bir ishda ulab, doim bu ishga yemeklik bergan. Bir kuni Ivan Pavlov go'shanmaylam shu ishning yaniga borsa, Ivan Pavlovning oyog'idan chiqqan ovozni anglabla ishdan sho'lga chiqqancho. Nima ish bu oyog'ining ovozidan sho'lga chiqdi desa, chunki oyog'ining ovozi bo'lgandan keyin tabiiyla go'sht keldi deb o'ylab olgan. Ayada go'sht bilan ovozni birlashtirgan. Shunlar montajni ishlagan. Ya'ni ishdan sho'lgini keltirayotgani go'sht, tamoq. U vaqtda qo'ng'iroqni chalsa, ishda hech qanday imkos bo'lmagan. Ammo 3-4 qatam Ivan Pavlov nima ish qilgansa, ishqa go'sht berganda, go'shtni kelganda qo'ng'iroq chalgan, go'sht kelgan, qo'ng'iroq chalgan, go'sht kelgan, qo'ng'iroq chalgan, go'sht kelgan. Endi qo'ng'iroq chaldi, go'sht keldi, ishdan sho'lga yoqdi. Qo'ng'iroq chaldi, go'sht keldi, ishdan sho'lga yoqdi. Ani 4-qatam go'shtni elib yetib, qo'ng'iroqlam chalsa, mana qo'ng'iroq chalsa, ishdan sho'lga yoqqan. Ammo bu ishdan sho'lgi qo'ng'iroqdan kelmaydi, ammo qo'ng'iroq hozir sho'lgini oqqiza oladi. Nima ish qilsa, ishdan mengisida oldi burun bir nas ulinib bo'ldi. Ya'ni qo'ng'iroq bilan go'shtni birlashtirib etdi-da. Qo'ng'iroq chalingandekilla go'shtdan direkt verdida. Mana bu klassik shartlash. Buning turmushdagi ahamiyati ajoyib kuchli yo'ldoshlar. Masalan, nurg'un tamoq chekib tashlanmaydiganlarning sababi shuchu. Normal sharoitda tutmaydi. Ammo tamoq chekaydigan burunqi o'lpetishdan birini topdi, xumori isi keldi. Yoki mabtun orlik ketdi. Ammo shu ikkisi birga mangan ko'cha, birga ko'rgan kino, birga muzika qas, yana birga keladi kallasaga. Hamda bu savdoda bek muhim. Mesela soğudu qanday muhim deganda, men de bayatın dedim, odam yo'yugan izlaydi dedim emasmi? Hamda nurg'un so'da ilonlarda masalan nayt güzel qizlarni yoki bo'lmasa nayt qimmatbalık, dacha qimmatbalık mashinalarni ko'rishlancho. Masalan nayt güzel bir qiz supundun birini e'lon qildi. Bunu ko'rgan boshqa qizlar ash qizdek bo'g'isi va yo'yganizda davom bir xilash güzel qiz bo'g'isi va buningda sho'lga oqdi. Ishdan sho'lga yoqqandek qiz. Erlarmi ash qizvalga o'qizoldek bo'g'isi olmasimi, ash güzel qizga ilishkisi va uningdami sho'lga yoqdi. Hamda supun bilan bizning sho'lganing hech qanday munosabati yo'q. Ammo bu qiz doim Guangzhouga supun bilan birga chiqdi. Güzel kız çıkıdı, supun çıkıdı, güzel kız çıkıdı, supun çıkıdı, güzel kız çıkıdı, erlerinin şölgeyi makıdı, ayallarının şölgeyi yakıdı, supun çıkıdı. Keyin endi bir kunlarda çavuşağı içirimiz. Çavuşağı içiysek, güzel kız bulmusu mu? Supunlam, bizim şölgeyimizni oqqıza alaydı. Qaranglar, ma bek muhim, ma o, nurg'unlagan karxanlardagi, shirkatlardagi, Guangzhouning nemisda biz Çavuşakırımız sopununu kösekla, şölgüyümüz hakkında demiş kalsa bu sopun, biz Guangzhou'da köygen Kızıval'dan direkt verdi. Şunlar biz bu sopunu çokum alımız, almasak bulmaydı. Çünkü biz izdeyimiz, sopun ele şarkılı gaylık hissiyatını şölgüyümüzne kandırdığan gep. Emniyet bizim şölgüyümüzni bu sopun kandırmaydı, Kızıval kandırdı. Ama o Kızıval daim sopun bilen kaygeçke, biz xuttuma işt oqşa, qo'ng'iroq chalsa sho'lgimiz aqilgan qo'ng'iroqni go'sht deb o'ylaydigan holatga kelib qoldik degan. Mana bu nima desa, qilmish simliqdiki, qilmish shakllantirishdiki klassik shartlash bu.
Endi bu qilmishsimlikni yaxshi bilib olsanglar, bu boshqalarda qilmish shakllantirishda ajoyib jiqqa rol o'taydi. Masalan, burun bir gaplar bo'lgan. Yahudlar onalar bolalarga kitob qiziqtirish uchun girmonlar kitobning har bir variqiga asal sutib, u bolaga asalni yalatib, u bola asal yalig'ini bilmay kitobni yalatiman deb bilib, mingisiga ta'sir qilib, keyin kitobga bir xil kichik vaqtida yaxshi ko'rgan narsani emasman. Cho'ng bo'lganda bir xil kitobni ko'rsa, bir xil turolmaydigan, bir xil yaxshi ko'rdi degan. Buning ilmiy asosi bor. Bu amaliyotda girman onalarning nemidan foydalanayotdi desa, qilmish simliqdan foydalanib, kichik vaqtida asal ish tajribasiga go'sht, kitob, qo'ng'iroq. Aslında yalab hoş bulduğunu kitap emas, asal, ama asalni kitapga sürtüp etkendan keyin o asalni yalatıman deb kitap aning kallasiga sinib ketgan gap. Mana bu nima esa qilib beqishga, sinab beqishga arziydigan mana bir tur misolda. Buni men qancha yil, 8 yil bor, 8 ni oldidagi bir leksiyada shuni anglagan bo'lsangiz bilasizlar. Shu vaqtda men bir narsani degan. Ba'zi qizlar masalan muvaffaqiyatli ketib unutmayman qanday qilsam bo'lib da'vagandan keyin men dedim, siz shu bolaning rasmidan bizni tepib rasmni-chu, rasmini tepib uni poqchilab ashuni purab turing degandim men. Endi bu nima bo'lsa, bu qilmishimliq. Rasmini poqchilab puravergandan keyin seskinadi-chu, rasm qaraydi, seskinadi, ko'ngli ilishidi. Bir mezgildan keyin bijab purab bergandan keyin bu rasmni bolani ko'rishim ko'ngli qoldi-chu. Mana nima desa, mushun bir shatlash. Buni sinab beqishga arziydi. Shunga bu qilmishsimlikning amaliyotda ahamiyati zo'r. Buni yaxshi tushunsanlar. Bugun men mushunchalik so'zlay, qilmishsimlikni yaxshi nima qilinglar. Intimog'im oz qoldi, shirkatim intim olaman, suyimli vaqtdoshlar. Shu intim natijalarga qaraymiz. Andan keyin shu 200 balni tarbiyalaymiz, ammo qo'lamdagi bolalar o'qish bitgandan keyin andan 200 balni qabul qilamiz. Shoma intim, o'ningacha 2 intim bor. Shoma tayyorlab qo'yganlar bo'ladi.